Yaxshi niyatda ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda Centrum Holidays tur firmasi orqali Umra ziyoratiga bormoqchimisiz? Mana shu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Centrum Holidays tur firmasining qadrli obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga iyun-iyul oylariga yangi reyslar, yangi yo'nalishlarda Xudo xolasa safar qilish imkoniyatini ega beruvchi video bo'ladi. Albatta videoni oxiriga ko'rib, yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Bizga yordam beradilar. Nizomjon hoji akamiz bilan birgalikda video syomkamizni davom ettiramiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisiz? Salom. Hoji aka, hozirgi kunda obunachilarimiz juda ham ko'pchilik so'ragan, ya'ni hozirgi kunda qaysi sanalarga qachon va shart-sharoitlarimiz qanday bo'ladi, necha kunlik safar bo'ladi? Shularni birma-bir obunachilarimizga bir ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hurmatli Centrum Holidays ashaddiy obunachilarimiz. Xudo xolasa bizda ko'plab yangiliklarimiz bor. Ya'ni o'tgan yil mavsumida komfort paketga odam qilib olib borganmiz. Shu paketdan bo'lsa ota-onamni va yaqinlarimni jo'natardim degan obunachilarimiz bor. Kommentariyalarga ham ko'p yozishdi. Biz xudo xolasa shu komfort paketni jamoamiz bilan kelishgan holatlarda yana ham Makka Mukarramada, Madina Munavvarada yaqinroq gostinitsalar tashkil qilganmiz. Qolaversa iyun oyini ham xudo xolasa oxirigacha har chorshanbasida ham reyslarimiz bor. Qolaversa mana bu kelayotgan 26-iyun kuniga Farg'ona Jidda Premier reyslarimiz ham bor. Joylarimiz soni juda ham oz qolgan. Xudo xolasa yangi mavsumda birinchi reysimiz bu 26-iyun kuni, ya'ni Farg'ona Jidda reysi orqali xudo xolasa qabullarda ham davom etyapmiz. Siz aziz obunachilar quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaring, xohlasalaring standart paket plus paketlarimiz bor, xohlasalaring 1-iyuldan boshlab, ya'ni iyul oyidan boshlab komfort paketlarimizni ham yo'lga qo'yganmiz. Xudo xolasa. Demak, hurmatli obunachilar, batafsil va to'liq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. To'liq ma'lumotlarni mana hoji akamiz o'zlari berib o'tadilar. Xo'p, hoji aka, hozirgi kunda 50 boshi hamrohligida billa borib, billa kelishadimi? Albatta, 14 kun umra ziyorati mobaynida ham ziyoratlari, tavoflari, ibodatlari, sayohatlarida malakali 50 boshlari, ya'ni eng kami 7 yildan oshiq bo'lgan malakali 50 boshlarimiz hamrohligida safarda umrani mukammal qilishlik xudo xolasa imkoniyati siz aziz obunachilarimizda bo'ladi. Xudo xolasa. Demak, hoji aka, hozirgi kunda mana shu aytib o'tgan sanalarimizga reyslarimiz bor. Albatta. Ya'ni bularning narx-navolari qanday bo'ladi, hoji aka? Xo'p, narx-navolari safarimiz o'zi 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramadan bo'ladi. Albatta 14 kun o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Bu standart plus paketimiz narxlari $1080 qilib beramiz. Bu Centrum Holidays'da obunachilarimiz uchun albatta. Bu 1-iyuldan, ya'ni keyingi oy, iyul oyida komfort paketni xohlaganlar, so'raganlar uchun $1150 dan komfort paketimizni qilib beramiz. Madina Munavvarada 50 metrda, Makka Mukarramada 700 metrda bo'ladi. Madinada ham, Makkada ham 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Farqi shunda bo'ladi. Tushunarli. Demak, hurmatli obunachilar, agarda siz ham ota-onangizni juda ham xursand qilmoqchi bo'lsangiz, oila a'zolari bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqing va sizga batafsil va to'liq ma'lumotlarni hoji akamiz o'zlari berib o'tadilar. Xo'p, hoji aka, xudo xolasa obunachilar chiqsa, bir chegirmalar, bir nimalar qilib beriladimi? Albatta. Bitta oiladan 5 nafar yoki sinfdoshlar yoki qarindoshlar guruhida bitta oiladan 5 nafardan ortiq insonlarimiz bo'lsa, erkaklarga ihromlarda bepul tariqasida, ya'ni o'sha bir marta to'lovlarning ichida ihromlarni ham xudo xolasa qo'shib beramiz. Xudo xolasa. Albatta. Demak, hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom eting. Albatta ekranga like bosing, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolasa kelgusida kerak bo'lib qolishi mumkin. Hoji aka, sizga rahmat. Xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamang. Xudo xolasa obunachilarimizga bir yangi surprizlar, yangi sharoitlar va xursand qiladigan chiroyli sharoitlar qilib berishlik tilab qolamiz, xudo xolasa hoji aka. Rahmat, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar.